Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti bu zamonaviy bilimlar beriladigan, mamlakatimizda iqtisodiyot, menejment, moliya va marketing sohalari bo'yicha malakali kadrlar tayyorlovchi yetakchi ta'lim muassasalaridan biridir. Institutda innovatsion o'qitish uslublari, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim va xalqaro tajribaga asoslangan o'quv dasturlari faol joriy etilmoqda. Bu yerda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar ham ustuvor hisoblanadi. Talabalarga zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim beriladi. Raqamli darslar, interaktiv mashg'ulotlar hamda xalqaro loyihalarda ishtirok etish imkoniyati mavjud. Institutimiz 2021-yilda tashkil etilganiga qaramasdan, hozirda bakalavriat ta'lim yo'nalishi hamda magistratura bosqichida o'qiyotgan talabalarimiz soni 6000 dan ziyod. 12 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishlari mavjud. Bulardan marketing, menejment, iqtisodiyot, buxgalteriya hisobi va audit va boshqa yo'nalishlar mavjud. Magistratura bosqichida 6 ta ta'lim mutaxassisliklari mavjud. Talabalarimiz uchun karyera markazi faoliyati doirasida ham 75 dan ortiq korxonalar bilan o'zimizning o'zbek mahalliy hamda xorijiy korxonalar bilan hamkorlik shartnomalari o'rnatilgan bo'lib, ular doirasida bitiruvchilarimizni nufuzli tashkilotlarga ishga joylashtirishni ta'minlab bermoqda. Institutimizda tashkil etilgan karyera markazi hali ochilganiga unchalik ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, 2000 dan ziyod talabalarimizga o'z ish joylarini topishda ko'maklashib kelmoqda. Bizning bo'limni asosiy maqsadi talabalarni potensialini oshirish, ularni zamonaviy mehnat bozoriga raqobatbardosh qilib tayyorlashga qaratilgan. Zamonaviy ta'lim bu nafaqat nazariy emas, balki amaliy mashg'ulotlar, global masalalar tahlili, kreativ fikrlash va xalqaro hamkorlik natijasidir. Institut ana shu maqsad sari intilib, yangi tashabbusni hayotga tatbiq etdi. Bugungi globallashuv davrida ta'lim sohasida xalqaro hamkorlik alohida ahamiyat kasb etmoqda. Toshkent menejment va iqtisodiyot institutida Xitoy davlat bilan hamkorlikda yangi Shoujing akademiyasi o'quv markazi ochildi. Bu ikki davlat o'rtasidagi do'stlik ramzi hamda zamonaviy bilimlar va texnologiyalarning almashinuv maydoniga aylanmoqda. Mazkur markazda talabalar Xitoy tili, iqtisodiy hamkorlik, biznes madaniyati va texnologiyalar asosida chuqurlashtirilgan bilimlar oladilar. Darslar ikki tilda olib boriladi. Bunda xitoylik mutaxassislar ham ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Ushbu markazni ochilishidan ko'zlangan maqsad talabalarimizga, yoshlarga hamda institut professor o'qituvchilariga Xitoy sheriklarimiz bilan hamkorlikda ta'lim sohasida ularni malakali bilim beradigan darajada demak o'qishlarni tashkil etish, Xitoyga borib turib malaka oshirib kelishlariga imkoniyatlar yaratib berishdan iborat. Bu markaz o'ylashimizcha kelajakda ikkita oliy ta'lim muassasasining ravnaqi, tayyorlanayotgan kadrlarni malakali bo'lishiga xizmat qiladi. Institutimiz 30 dan ziyod xorijiy hamkorlar mavjud. Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Latviya, Yevropa davlatlari universitetlari bilan ham hamkorliklarimiz juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Institutimiz talabalari almashinuv dasturlarida faol ishtirok etib kelishmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi Heybi mexanika va elektron texnologiyalar instituti hamda Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti hamkorligida tashkil etilgan mazkur o'quv markazi ochilishi talabalar hamda professor o'qituvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Markazimiz kelajakda o'qituvchilarning tajriba almashinuvini, malaka oshirishini tashkil etish, talabalarning student exchange, ya'ni akademik mobilligini tashkil qilish, shuningdek ularni stajirovkaga yuborish, onlayn webinar, seminarlarni tashkil qilish hamda bular bilan kelajakda o'sha o'quv dasturlarini doimiy takomillashtirib borish, hamkorlikni kengaytirish orqali qo'shma ta'lim dasturini yo'lga qo'yish ham rejalashtirilgan. Institutimizda xalqaro hamkorlikni kengaytirish, talabalarimizning xorijiy tajribalarini o'rganishlarida, ularning xalqaro darajadagi mutaxassis bo'lib yetishlarida hamda bugungi kunda o'sha zamonaviy bilimlarni va ko'nikmalarni egallashlarida katta ahamiyatga ega.
Shoujing akademiyasi o'quv markazi. Bu yangi imkoniyatlar eshigi. Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti o'z talabalarini xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh, xorijiy tillarni o'zlashtirgan va zamonaviy bilimga ega mutaxassislar etib tayyorlash yo'lida izchil harakat qilmoqda. Bu esa ertangi taraqqiyotning poydevoridir.